Qani qizim? O'g'limga salom bering. Salom bersizchi? O'g'lim, senga kelin yoqdimi? Qizim, o'g'limning ismi Azamat. Ana er-xotin ham tanishib oldinglar. Endi sizlarni yolg'iz qoldiraman. Men ozgina toza havoga chiqib kelsam maylimi? O'zingiz yaqinda to'ydan keldingiz-ku? Uy to'la, toza havo bo'lsa, to'yib nafas oling. Mayli, gaplashib o'tiringlar. Yaqinlashma menga. Chiroyli ekansiz. Nima? Chiroyli ekansiz. Tushunmadim. Chiroyli ekansiz. Nega baqirasiz? Chiroyli ekansiz deyapti-ku. Nima tushunish qiyinmi? Shu oddiy gapni ham tushunmaysizmi? O'g'limmi? O'tir bolam. Jahlini chiqarmang. Gapingiz to'g'ri deb turavering. Men tushunmagan gapimni qanaqa qilib to'g'ri deyman? Kasal odamni namuncha qiynaysiz. Keyin tushunishga harakat qilsa bo'ladi-ku. Bo'ldi. Iltimos, men yuz qo'limni yuvib kelay. Mayli. Yuvinish xonasi chap tarafingizda. Chap bo'ldi. Hammasi yaxshi. O'tir bolam, o'tir. Hozir xotining keladi. Yoqdimi senga xotin? Chiroyli ekan-a? Aylanib ketay o'g'limdan. To'xtang. Nimaga meni hayotimni o'yinchoq qildingiz? Kechiring. Kechiring. Kechirmasligimni juda ham yaxshi bilib turibsiz-ku. Nahotki insofingiz bo'lmasa? Meni hayotimni barbod qildingiz. Eshitdingizmi? Oldingizda aybdorman. Nima bo'lganda ham menga rostini aytishingiz kerak edi. Nimaga bitta insonni hayoti taqdiri bilan o'ynashasizlar? Gapiring, nimaga jim turibsiz? Gapiring.